Ey odam bolasi, bir kun kelib yiqiladigan kuning haqida fikr qildingmi? O'z makoningdan to yerga ko'chishing, do'sting, hamrohing, oilang seni tashlashligini, aka-ukalaringdan ajrashligini o'yladingmi? Seni yumshoq yotog'ingdan olib, ustingga tuproq tashlashlari haqida fikr qildingmi? Ey moli dunyoni javlovchi, ey binolarni baland soluvchi, Allohga qasamki, molingdan senga nasib etgani faqat kafanlikdir. Tirishgan yuzlar bo'ladi qiyomat kuni. Ulkan azob kelishini, bellari, umurtqalari sinib ketishini o'ylab yuzlar tirishib ketadi. Nomiy amal chap tomondan beriladi, o'qiydi, jahannamiysiz degan yozuvni ko'radi, qilgan gunohlari hammasini aysh-ishrat, qorong'u, zino, o'g'irlik hammasini ko'radi-ya, keyin tazunni o'ylab qoladi. Nimani? Ayyuf ala biha faqira. Hozir mana bellarimni sindirib tashlaydi u farishtalar deydi.